shoh bo'lsangda bog' yarat, gado bo'lsangda bog' yarat, bir kunmas bir kun mevasini tatilsan. Ushbu jumlalar o'z davrining asosiy qomusiga tenglashtirilgan Temur tuzuklari kitobida aks etgan. Bugungi kunda Temur tuzuklarining asl toshbosma nusxalari Temuriylar tarixi davlat muzeyida saqlanmoqda. Hozir siz bilan birgalikda ushbu muzeyga sayohat qilamiz. Muzey 28 yildan buyon xalqimizga Temuriylar tarixidan hikoya qilib keladi. U poytaxtimizning Yunusobod tumani Amir Temur Shoh ko'chasi 1-uyda joylashgan. Mo'ljal Amir Temur xiyoboni. Muzey xazinasida O'zbekiston tarixini aks ettiruvchi eksponatlar saqlanmoqda. Qo'lyozmalar, yozishmalar, oltin, kumush, mis tangalar, sopol va bronza buyumlari, memorial qoplamalar, zargarlik buyumlaridan namunalar, shuningdek, Amir Temur maqbarasi va Bibixonim masjididan topilgan ashyolar shular jumlasidandir. Muzey ekspozitsiyasidan Parijda Amir Temur tavalludining 660 yilligiga bag'ishlab o'tkazilgan ko'rgazmadagi eksponatlar ham o'rin olgan. Muzeyga har yili 100 mingdan ortiq tomoshabin kiradi. Muzeyning markaziy eksponatlari sifatida Usmon Mushaf Qur'on nusxasi va Amir Temurning hayotiga bag'ishlangan panno joylashgan. Mazkur pannoda buyuk sarkardaning tug'ilganidan to vafot etgunigacha bo'lgan hayot yo'li tasvirlangan. Majmuaga keladiganlar soni shu vaqtga qadar 3 milliondan oshdi. Muzey zamonaviy texnologiyalar asosida jihozlangan bo'lib, eksponatlar haqidagi batafsil ma'lumotni siz Nazar innovatsion ilovasini yuklab olish orqali muzeyning 21 burchagiga o'rnatilgan mana bunday maxsus AR belgili taxtachalarga smartfonlaringizni yo'naltirib, o'zbek, rus, ingliz va fransuz tillarida video, audio gid yordamida bilib olishingiz mumkin. Shuningdek, muzeyda 3D o'lchamdagi gologrammalardan foydalanilgan bo'lib, ular turli effektlar bilan to'ldirilgan. Ma'naviyat o'chog'ida bugungi kunda 5 mingdan ortiq eksponat saqlanmoqda. Muzeyning sovg'alar bo'limida Berlin Islom muzeyidan keltirilgan Boysungur Mirzoning 28 miniaturasi kitobi, Alma Arasan darasi kartinasi, Ozarbayjonning islomiy naqshi duxo va gilami kabi o'nlab noyob tuhfalarni ko'rishingiz mumkin. Muzeyning o'zi 3 qavatdan iborat. Birinchi qavati demak ma'muriyat bo'limi, u yerda ilmiy xodimlarimiz o'tirishadi. Ikkinchi qavatimizda esa noyob eksponatlarimiz ham o'rin olgan. Bu yerda bizani turli mamlakatlarimizda o'rin olgan Amir Temur davriga tegishli bo'lgan eksponatlarimizni nusxalari o'rin olgan va bizani muzeyga turli faxriy rasmiy mehmonlarni bergan sovg'alar ham o'rin olgan. Eng asosiy qavatimiz esa 3-qavat hisoblanadi. Bu yerda Amir Temur va Temuriylar davriga doir bo'lgan noyob ashyolarimiz mana shu 3-qavatimizda o'rin olgan. Eng noyob eksponatlarimiz qatorida Amir Temur davriga tegishli bo'lgan tangalarimiz ham o'rin olgan. Amir Temur davrida zarb qilingan kumush, mis tangalarimiz o'rin olgan. O'sha davrda zarb etilgan bu tangalar. Shuningdek, qo'lyozmalarimiz ham o'rin olgan. O'sha davrdagi tarixchi olimlarimizning, masalan, Sharafiddin Ali Yazdiyni, Ibn Arab Shohning qo'lyozmalari o'rin olgan. Asosan bu yerda eng diqqatga sazovor bo'lgan qo'lyozmalardan biri bu Temur tuzuklari ham o'rin olgan. Hozirgi kunga kelib muzey jahonning bir qancha mamlakatlari Rossiya, Belgiya, Fransiya, Germaniya, AQSh, Angliya muzeylari bilan yaqindan hamkorlik o'rnatgan va uning natijasi o'laroq Temuriylar davri tarixiga oid ashyolar haqida axborot yig'iladi. Ularning nusxalari olinib, ko'chma ko'rgazmalar tashkil etiladi. Dushanba muzeyda dam olish kuni sifatida belgilangan bo'lib, siz haftaning qolgan kunlarida soat 10 dan kechga 6 ga qadar bu yerga kelishingiz mumkin. Mana shunday sarkarda bobolarimiz haqida ko'proq ma'lumotga ega bo'lishni va farzandlaringizni ularning tarixi bilan yaqindan tanishtirishni istasangiz, Temuriylar tarixi davlat muzeyiga keling.